Mana shu ko'rib turgan uylar O'zbekistondagi mashhur bir san'atkor uyi. Kimligini kommentariyada yozing. Men bu go'zal uyni sizlarga ko'rsatib beraman. Yaxshilab joylashib oling. Uyga qaranglar. 4 so'ti yer maydoniga tushgan. Lokatsiyasi Shayxontohur tumani Oqtumaka masjididagi mahalladamiz. Qaranglar, juda ham chiroyli toshlar ishlatilgan. Devordagi toshlarni endi men sizlarga aytib o'tmayman. Xo'p, tashqaridan ko'rasizlar, tashqari fasadi ham juda ham chiroyli. Tashqaridan kirishingizda mana shunaqa navis ostida bemalol yana ikkita mashinani taxlab qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizda glabrazniy tushgan, hovlini qaranglar. Olgan odam bu yoqda ziloniy zonani qilib, atirgul, rayhonlarni kechasi ishlankani olib, suv sepib o'tirishga nima etsin? Niyat qilganlar shu joyda bitta like bosib qo'yinglar. Ana endi bu go'zal uyimizga ichiga sayohat qilamiz. Bu esa bizning uyimizga kirib kelish, hol, ya'ni prixoja qismi. Kirishlarni qarang, ranglarni tanlangan ranglar, ishdan charchab kelsangiz ham ko'zinglarni ortmaydi. Bu yerda yana bitta xona, juda ham chiroyli. Buni oila davrasida o'tiradigan, ya'ni tomlanadigan xona qilib qo'ysa bo'ladi. Oshxonadan hozir men sizlarga ko'rsataman, oshxona qayerdaligini. Bu uyda men kechasi hovlidan hovliga o'tmaysizlar. Mana shu yerda joy tashib ketilgan. Hozir uni ham ko'rsataman. Bu yana birinchi etajimizning spalnisi, katta oynalari, ya'ni ko'cha tarafga qaragan. Ana endi sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajga yo'l olamiz. Bu esa bizning uyimizning ikkinchi etaji. Kelinglar, ikkinchi etajda birinchi xona bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Ko'rasizlar, o'sha xuddi shunaqa birinchi etajdagi razmerdagi bir xil. Bu esa uyimizning master spalnisi, ya'ni o'zining ichida sanuzel, garderoblar bor. Xonani qaranglar, kengligini men koloniyalarga 5 ketdim, lekin o'zining ichida sanuzelga ham baho berasizlar. Juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Bu yoqqa olib keladigan bo'lsak, mana shunaqa uzun ketgan shkaf bo'ladi. Kiyimlaringiz akkuratni turadi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, uyimizni sanuzeli bo'lyapti. O'zingizlar ko'rasizlar. Ya'ni ikkinchi etaj uchun ajratilgan sanuzel. Ana endi oshxonasiga yo'l olamiz. Ana endi sizlar bilan uyimizning oshxonasiga yo'l olamiz. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, kladovka. Kelinglar. Bu yoqda ham o'zining ichida sanuzellari bor. Ko'rishingiz mumkin. Sanuzelga ko'chadan ham tushsa bo'ladi va marhamat, uyimizning oshxonasi mana shunaqangi ixcham bo'ladi. Oshxonadan mana ko'chaga tashqariga chiqib ketadigan eshiklar bor. Kelinglar. Bu tarafga ham o'tib qolaman. Bu yoqda ham sanuzel qilingan va uyimizning etagidagi xonani ko'rasizlar. Katta kirib kelish prixojasi. Bu yoqda ham bitta xona bo'lyapti. Yana bu yoqda ham bitta. Xuddi bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Xohlaysizlar, katta u kabinet qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Hovliga chiqib ketadigan joyimiz, marhamat, hovlini ham ko'rsataman. Marhamat, hovlini ham o'zingizga bitta baho berasizlar. Juda ham chiroyli va bu yoqqa keladigan bo'lsa, bizda mehmonxonamiz, mehmonxonani ham o'zingizlar kattaligini ko'rib baho berasizlar. Shayxontohur tumanidan uy qarab yurgan do'stlarga bu videoga bitta like bosib, tez o'ziga jo'natib qo'yinglar. Juda ham chiroyli narxda berib yuryapti. Pastda egalar raqamini yozib qoldiramiz. To'g'ridan to'g'ri egalariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.